Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan biz Minecraft nastroykani ko'rib chiqamiz. Ketdik. Birinchi o'rinda mana bloklar boshqacha sariq rang bilan belgilanib turibdi. Shuni kompyuternikidek qilish uchun nastroykaga kirib, video bo'limiga o'tib, pastroqqa tushamiz va Kotlin Skeleton mana shuni yoqib qo'ysak, mana bloklar qora bilan chiziq bilan belgilanib turibdi. O'tlar, boshqalari. Endi mana shu yurak, go'shtni pastga tushirish va invertorni kompyuternikidek qilishni o'rgataman. Buning uchun nastroykaga kirib, video bo'limiga o'tamiz. Bunda ham keyin pastroqqa tushsak, mana shu yerda paket degan bo'ladi. Mana shu paketni klassik o'tkazamiz. Mana jon pastda, go'sht ham pastda. Ili mana invertor kompyuternikidek bo'ldi. Keyin mana yugurganimizda qo'l qimirlayapti-ki, mana yerda qo'l. Ana shuni qimirlamasligi uchun nastroykaga kirib, yana videoga kiramizda pastroqqa tushib, viewingni o'chirib qo'yamiz. Mana hech qanaqa qimirlamaydi qo'l. Mana qimirlamaydi. Hozir keyin mana shu ko'zni yoqish uchun nastroykaga kirib, touchga kirib, mana shu sprint using the joystick ana shuni o'chiktiradi. Shuni yoqsak, mana shu ko'z paydo bo'ladi. Keyin nastroykaga kirib, kreativ qilay. Touchga o'tamiz va mana shu yerda pick block bo'ladi. Shuni o'chik bo'ladi. Shuni yoqib qo'ysak, mana shu yerda pick block. Shu hamma anavda nusxalaydi. Shuni bitta bossak, o't, hayvonlarda ham nusxalaydi. Pick block. Keyin hozir men shaderni yoqib o'chirib qo'yganman. Shunga mana shu bulutlar ko'rinmayapti. Shu bulutlarni oddiy shader qo'ymasdan o'chirish uchun nastroykaga kirib, shuni topish uchun bo'ldi. Mana shu viewing va buni shuni o'chirganimiz uchun ikkovidan biri, ikkalasini ham boya nastroykada aytib o'tganimdek o'chirdik va qo'l qimirlamashi shular bo'ldi. Ham shuni o'chirsak, bulut ham yo'q bo'ladi, xalaqit bermaydi. Keyin mana shu yugurganimizda mana shu yerda qo'g'irchoq bo'ladi. Ana shuni yoqish uchun touchga o'tib, videoga o'tib, ana shu ikkinchisi hide paper dollni o'chirib qo'yamiz. Shunda mana yugurganimizda mana shu yerda personajning kichkinasi ko'rinib turadi, o'zimizniki. Shunday. Shu bilan do'stlar, videomiz tugadi. Like, podpiska esdan chiqmasin. Tezroq 50 ta bo'lishimiz kerak.